Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Sabar X7 kanali. Bugungi videoda biz Minecraft o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida men ixtirolarimni ko'rsataman. Ana unda biz boshladik. Hozir tong otdi. Hozir men birinchi ixtiromni ko'rsataman sizlarga. Mana mening birinchi ixtirom vanna dush. Abrichakni bitta bosasiz suv keladi. Yuvinib olaylik hozir. Bo'ldi. Mana yana ikkita bosasiz o'chadi. Bu vannani men tayyorlash uchun qancha mehnatim ketdi. Mehnatim uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir shetomay ekinlarimni o'stirib olay. Do'stlar, bizning maqsadimiz 100 ta bo'lish. Shunga bizni qadrlab obuna bo'lib, obunachani tirs bosinglar. Hech narsa qilmaydi. Ana do'stlar, hozir o'stirib oldik. Bu mening yana bir ixtirom. Bu ana burchakni bitta bossak, mana bularni olib keladi. Keyin yana ikkita bossak, mana bularning ichiga tushadi. Bularning ichida nega yo'q desangiz, hozir javobini bilasiz. Mana do'stlar, hammasi sandiqlarning ichida. Mana tepada ham mana sandiq, bu ham sandiq. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, bu videoning ikkinchi qismida men ko'proq ixtirolarimni ko'rsataman. Ikkinchi tepadagi tomda ham ixtirom bor. Mana bu ixtiromning nomi Kamon otar 5000 deb ataladi. Bu anamda ishlaydi. Ana yoniga borgan odamni majaqlab o'ldirib yuboradi. Endi do'stlar, menga hozir do'stlar qaytib kiraman. Mana do'stlar, qaytib keldim. Men o'z youtuber do'stlarimni chaqirdim. Mana hozir qayergadir ketdi. Mana bu Amirbek, salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sabar X7 kanalida men. Mana bu Bobur Shoh. Mana Bobur Shoh, salomlash. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Bobur Shoh, Sabar X7 kanalidaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos 100 ta bo'lishi kerak uning maqsadi. Do'stlar, bizning maqsadimiz 100 ta bo'lishimiz kerak. Rahmat senga Bobur Shoh. Mayli. Kechirasan. Bularning ikkalasining ham YouTube kanali bor. Ularga ham obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bobur Shoh. Nima deysan? Do'stlarimga ham ayt, obuna bo'lib qo'ysinlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mayli. Ishga nega kiryapsan? Do'stlar, birga o'ynaymiz. Nima? Hozir. Sakra.
Yana do'stlar, hozir Jitilga men narsa beraman. Oy, Jitil, qayerdasan? Topolmaysan, kel, topolmaysan, kel. Nima topon? Mana-ku. Ay, Jitil, bu yoqqa beraki. Mana senga bug'doy. Ollaring. Oldinglarmi? Ha, Bo'ldi, bor, ishingni qil. Boburshoh, oley. zo'r rahmat. Mayli, chotga bosing. Mana do'stlar, ikkinchi etajdan odam Jitilni tomosha qilamiz. Ularni Xudoga shukr. Sarvar yetib ketdi. Men endi maza qilib uning uyiga kiraman va narsalarni ko'pchilayman. nima? Uyimga kiradi? Hozir men u Jitilni Voy desa, uyim buncha sarsib yo'qotdi. Undan ko'ra ixtirosini buzaman. Ana buzdim. do'stlar, jicha sabr qilib kelaylik. Boburshoh qani? Do'stlar, Boburshoh yo'q. Do'stlar, Boburshoh qidirmaya ketdik. Ana Jitil ham kelyaptimi demak. Oy, Boburshoh, qayerdasan? Oy, Boburshoh, qayerdasan? Jitil, suplik. Do'stlar, boshqasini paydo qilamiz. Paydo qilish muammo emas. Mana do'stlarim, bu paydo qilamiz. Bobur shoh. Yo'q, yo'q. Bobur shoh. Mana mana Amir Bek qo'yamiz. Voy, ikkalasini paydo qilamiz. Jitala, qaerdaysizlar? Sarvar yetdi. Men Sarvar yetdiga amaliyot qilaman. Do'stlar, Sarvar yetdiga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ey, do'stlar, jamoat joyida unaqa qilish mumkin emas. Ket. Bor, tashqarida ko'r. Voy, Sarvar yetdi degan qilasan. Ancha sabr qilaydi. Mayli do'stim, sen ham do'stimsan. Mayli, bora qol. Men ishtonimni almashtiray. Ay, Jitil, puling bormi? Nima? Sarvar yetdi kanali? Axir sen boy eding-ku. Kim u Sarvar yetdi? Men tanimayman. Ko'tingni qissang-chi. Hozir Jitilni tushib ketasan. Ket yo'qol, boshqa joyda o'yna. Ket.
Yo'qol, o'yna boshqa joyda. Voy. Ey, nega uyimga kirding? Mayli chetdim. Uyingni ko'takadi. Nima? Ey, masalaga nima dedim? Tushib ketading hozir jilli. Давай yana beri ekin. Ekin. Mayli, ekmasang ham. Do'stlar, hammaga xayr. Ana nima? Nima bo'ldi do'stlar? Ana ikki jilliga qaranglar. Bolasi bo'ldi. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.